Sizlarga bitta Allohning mo'jizasini ko'rsataymi? Aql bovar qilmaydigan mo'jiza. Bu asarlarning o'zi mo'jiza, lekin uni ichida yana bitta zo'r mo'jiza bor. Qaranglar. Gohida yolg'iz bo'lib qolasan, torlikka kirasan, mashaqqatga tushib qolasan, daromading ozayib ketadi, qarzga kirib ketasan, senga dushmanlik qilayotganlar ko'payib ketadi, hasadgo'ylar, g'iybatchilar, tuhmatchilar qilmagan ishlaringni qildi deb, aytmagan so'zlaringni aytdi deyshadi. Shunaqa holatda nima qilish kerak? Modomiki o'sha maqsadga yetishlikda sodiqmisan, haqqa yetishlikda rostgo'ymisan, sobit turish kerak. Chunki mana shu narsalar bilan Alloh taolo sinaydi biz rostgo'yligimizni.